har bir qizaloq singillarimiz shuni bilishini xohlardim. Agar Xudo ko'rsatmasin, boshiga kulfat tushsa, qonun undan yuz o'girmaydi. Har bir ayol shuni bilsinki, uni jimgina zulmga chidashga hech kim majbur qila olmaydi. Har bir bola xabardor bo'lsin, davlat uni himoya qilishga majbur. Prezidentimiz tomonidan ayollar va bolalarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilishni kuchaytirishga qaratilgan muhim farmon qabul qilindi. Bolalarga nisbatan zo'ravonlik va jinoyatlarga ham bundan buyon mutlaqo murosa qilinmaydi. Qonun hamma uchun barobar ishlashi shart. Istisnosiz. Hech qanaqa xos odamlar yoki alohida vaziyatlarsiz. Bu gap har kimga, respublikamizning har bitta burchagida birdek taalluqli va buni hamma anglashi lozim.